Butun insoniyatni shokka tushirgan tadqiqot haqida gapirib beraman bugun. Asosiy qahramonlar bolalar. Meni tinglash jarayonida mashqni ham bajaring, chunki bugun 13-kun. Demak, bugun ham oddiy harakatlardan mashq bajaramiz. Agar bu tadqiqot haqida batafsil o'qib olishni istasangiz, David Eaglemanning Miya sizning hikoyangiz nomli kitobini o'qib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Men esa bu haqida qisqacha gapirib beraman. 1990-yillarda Ruminiyada, Buxarestda yetim bolalar soni juda ham ko'payib ketadi. Ularning soni hattoki 170 mingga yetadi. Tabiiyki, yetimxonalar soni ko'payib ketadi va tarbiyachilar har bir bolaga e'tibor, vaqt ajratishga ulgurishmaydi. Faqatgina tagini tozalashga va ularni ovqatlantirib qo'yishgagina vaqti yetadi xolos. Bu bolalarga e'tibor berilmaydi, ular harakatsiz holda o'z yotoqlarida qolishadi. Ijtimoiy muloqot yo'q, suhbat yo'q, mehr yo'q, atrofdagi insonlarning e'tibori yo'q. Xuddi mana shu sharoitda bu bolalar ulg'ayadi va olimlar ularni kuzatish jarayonida aniqlashadiki, ularning juda ko'pchiligi aqli zaif bo'lib ulg'ayadi. Mashqimizni o'zgartiramiz, biroz dam olamiz. Mana bu harakat bilan mashqimizni davom ettiramiz. Keyinchalik bu bolalarni turli xil oilalar asrab ola boshlaydi va olimlar ularni ham kuzatadi. 2 yoshgacha bo'lgan bolalar bu oilalarda ulg'ayganida aqli zaiflik belgilari kuzatilmaydi. Balki 2 yoshdan kattaroq bolalarda aqli zaiflikning u yoki bu ko'rinishlari namoyon bo'ladi. Olimlar bu bolalarning miyasini tekshirganlarida ko'rinadiki, miyaning oq qavati ularda zaifroq rivojlangan bo'ladi. Mashqimizni yana o'zgartiramiz. Keyingi mashqimiz mana shu harakatdan iborat. Olimlar shunday xulosaga kelishadi. Demak, bolalarning miyasi sog'lom rivojlanishi uchun ularga ijtimoiy muloqot bilan harakat suv va havodek zarur. Ba'zan xalqimiz orasida bolaning tagi toza bo'lsa, qorni to'q bo'lsa bo'ldi, o'zi katta bo'lib ketaveradi deyishadi. Yo'q, afsuski, unday emas ekan. Agar biz farzandlarimiz aqliy jihatdan sog'lom bo'lishini, intellektual jihatdan yuksak bo'lishini istasak, ularga albatta harakatni yetkazib berishimiz kerak. Ijtimoiy muloqot va mehrni ko'p ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Aziz do'stlar, bugungi mashqni bajara olgan bo'lsangiz, izohlarda plus belgisini yozing va mana shunday qiziqarli ilmiy voqealar haqida bilishni istasangiz, sahifamga obuna bo'lishni unutmang.